Quruvchilarimiz kottej qurishni ham boplab qo'yishgan ekan. Kundan kunga shunaqa необычный proyektdagi uylarni ko'ryapmiz. Bu uylarimizga ham o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rinishidan qimmat bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin, lekin aniq ayta olaman, sizlar o'ylagan narxdan ancha arzonga sotilyapti. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Shunday Ibn Sino stroy martda ro'parasidagi mahalla bo'lyapti. Atrofda maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor, katta yo'lga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. O'zi bu mahallani ko'pchilik biladi. Uylarimizning planirovkalari bir xil. Har bir uyimiz 2 sotiq, 5 ta xona va 2 ta holdan iborat. Har bitta uyimizning o'zini alohida terassasi, 3 tadan sanuzyoli bor. Har bitta binoyimiz 270 kvadrat metrni tashkil qiladi. Binolarimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin ishlatilgan. Shunaqa необычный marakan uslubida qurilgan. Har bitta uyimizga alohida paratli eshik va avtomatik tarzda ochiladigan shunaqa darvoza o'rnatilgan. Mashinalarimiz bo'lsa primoy podvalga tushib ketadi. Podvalimizda 2 ta mashina uchun alohida joy ajratilgan, lekin tashqari tomonga ham bemalol mashina qo'ysanglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga mana shu chap tomonga tushgan uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Binoyimizga kirishimiz bilan hollimizda joylashgan oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanная zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizga ko'rib turganingizdek razdelni faqat hol orqali kiriladi. Bu yoqdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi. Podvalimizga bo'lsa 3 ta tushish joyi bor. Birinchisi tashqari tomondan mashina bilan birga, ikkinchisi binoyimizning ichidan, uchinchisi bo'lsa hovlimiz orqali ham podvalga tushsa bo'ladi. Hovlimizni sizlarga videomiz davomida ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa zalimiz joylashgan. Binoyimizning ichki qismi ko'rib turganingizdek korobka holatida suvodan chiqqan stяжка bo'lgan. Bu yoqda birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzyolimiz joylashgan. Bu yoqda iliq pol regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Uyimizning elektrika, santexnika va отопительный sistema ishlari bitgan. Radiatorlargacha o'rnatib qo'yilgan. Faqat eshik qo'yilsa, laminat qilinsa va aboy yopishtirilsa bo'ldi. Aynan mana shu joyimiz shkop uchun mo'ljallangan. Bu yoqda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Aynan mana shu oshxonamiz orqali hovliga chiqsa bo'ladi. Hovliga chiqadigan eshikga shunaqa razdejnoy oynali eshik o'rnatilgan, qulay bo'lishi uchun qilingan. Bu yoqda bo'lsa shunaqa terassamiz joylashgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab tapchan qo'yib yoki stul qo'yib, yoz issiq kunlarida dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu hovlimiz orqali ham podvalga tushsa bo'ladi. Binoyimizning orqa tomondan ham ko'rinishi. Uyimizda sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Qavatlarimizning orasiga, hattoki ikkinchi qavatimizning patolog qismiga ham plita ishlatilgan. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham hollimizda joylashgan. Ikkinchi qavatimizda xonalarimiz ham hammasi razdelli, ko'rib turganingizdek faqat hol orqali kiriladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini alohida bu yerda sanuzyoli bor. Bu xonamizning oynalari ko'chaga qaragan. Uyimizni ta'mirlab olib, bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun sanuzyolimiz joylashgan. Bu yoqda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Uyimizda shunaqa panorama romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu joyimiz stroyniy mebel uchun mo'ljallangan. Bemalol mebel yasattirib olsanglar bo'ladi. Aynan mana shu xonamiz orqali balkonga chiqsa bo'ladi. Hovlimizning tepadan ko'rinishi. Qo'shnining uyi ko'rinmasligi uchun shunaqa ограждениялarigacha o'rnatilgan.
Bu yoqda ham spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizda ham panorama romlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga ko'rib turganingizdek yorug'lik yetarli darajada tushadi. Hamma xonalarimizda katta, keng va baland qilib planirovka qilingan. Hozir endi men sizlarga podval qismimizni ko'rsatib o'taman. Hozir aytib o'tganimdek, podvalimizga 3 ta joydan tushsa bo'ladi. Binoyimizning ichki qismidan, hovlidan va ko'cha tomondan ham primo tushsanglar bo'ladi. Binoyimizning tegi to'liq podvaldan iborat. Binoyimizning ichki qismidan podvalga tushilganda chap tomonimizda kladovkamiz joylashgan. Aynan mana shu to'g'rimizdagi to'rtburchak joy kotelnik uchun mo'ljallangan. Mana shu joyimizdan ham hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa ikkita mashina uchun mo'ljallangan shunaqa zimniy garajimizda joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek shunaqa avtomatik tarzda ochiladigan darvoza o'rnatilgan. Bu yoqqa bemalol ikkita mashina sig'adi. Bu yoqdan ham orqa hovliga chiqib ketsanglar bo'ladi. Uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bemalol o'zingizlar kelib, ko'rib, tanlab, uchalovdan yoqqanini baraka qilsanglar bo'ladi. Uylarimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa neobычный kottedj qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.